Sog'lom turmush tarzi ko'p qirrali tushuncha, ammo uning tanani mustahkamlash va patologiyalarning rivojlanishini oldini olishga qaratilganligini tushunish muhimdir. Buning uchun siz sog'lom ovqatlanishni, mo'tadil jismoniy faoliyatni birinchi o'ringa qo'ysangiz, uyqusizlik va doimiy dam olishga rioya qilsangiz, yomon odatlarni tark etib, his-tuyg'ularingizni nazorat qilishni o'rgansangiz kifoya. Buxoro shahridagi 8-sonli oilaviy poliklinika ham bugungi kunda 26,208 nafar aholiga xizmat qiladi. Aynan aholining sog'lig'ini yanada tiklash hamda kasalliklarni erta aniqlash maqsadida kuni kecha tibbiy ko'rik tashkil etildi. Unga ko'ra ko'j-venerolog, neuropatolog, stomatolog, kardiolog va boshqa sohalarda faoliyat olib borayotgan malakali mutaxassislar tomonidan bemorlar ko'rikdan o'tkazildi. Shu bilan birgalikda sog'lom ovqatlanish tarziga o'tish, uning foydalari aholi vakillariga keng tushuntirilib o'tildi. Buxoro shahar 8-son oilaviy poliklinikasi bugungi kunda 26,208 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. 8-son oilaviy poliklinikamiz 4 ta mahalla hududidagi aholi bilan hozirgi kunda ish faoliyatini olib boryapti. Nega sog'lom turmush tarzini olib borishimiz kerak degan savol tug'iladi albatta. Sog'lom turmush tarzi insonga faoliyat sohalarida va uning harakatlarida yordam beradi. Tanaga nisbatan bunday yondashuv tufayli inson o'zi bilan muammolarga duch kelmaydi va buning o'rniga yuqori intellektual qobiliyat va yaxshi kayfiyatni egallab oladi. Sog'lom sharoit va muhit yaratish, har doim shifokor nazoratida bo'lish esa uzoq va baxtli hayot kechirish garovidir. Poliklinikamizdagi denazoratda turuvchi teri tanosil kasalligi bemorlar va profilaktik ko'rik asosida viloyat teri tanosil kasalliklari dispanseridan bir qator vrachlarimiz, o'zimizdagi tor doira mutaxassis vrachlarimiz bilan birgalikda aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazyapmiz. Tibbiy ko'rikning asosiy maqsadi nazoratda turuvchi bemorlarni sog'lomlashtirish va sog'lom aholi orasida skrining maqsadida teri tanosil kasalliklarini oldini olish maqsadida tibbiy ko'rik o'tkazilyapti. Shuningdek, Navro'z ayyomi munosabati bilan poliklinika jamoasi xodimlari uchun to'kin dasturxon tashkil etildi. Hamkasblar bir piyola choy ustida dildan suhbat qurish bilan birga bayram shukuhini his etishdi. Yangi kun, yangi bahor ayyomi nafasi barchani qurshab oldi shu kuni. 2025-yil 20-fevralda Prezident qarori bilan qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostida nishonlash keng ommaga, jamoaga aytildi. Fikrimiz dalili sifatida bugun 8-oilaviy poliklinikamizda Navro'z dasturxoni yozildi. Sharqona yangi yil boshlanadigan qutlug' kun Navro'z olam asrlar davomida bahor, ezgulik, mehr-oqibat, mehnat va bunyodkorlik ramzi sifatida el yurtimizning ijtimoiy ma'naviy hayotida beqiyos o'rin tutib kelmoqda. Doshqozonda yaxshi niyatlar bilan ahillikda tayyorlangan xalim ham barchaga tarqatilib, yaxshi niyatda duoga qo'l ochildi. Zero Navro'z ayyomi barchamizni ahillikka, yakdillik va mehr-muhabbat ulashishga hissa qo'shadigan ayyomdir.